Obunachilar, assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Do'stlar, qaranglar, biz yangi turga, ya'ni 16-turga startni berib oldik. Glavniy savol nima deb o'ylaysizmi? Bu mashinani bilgan biladi. Nima deyapti mashina? Вообще dahshati zo'rdan sizlarga do'stlar, glavniy sovringa kutib olinglar. Nima deb o'ylaysizmi? O'zbekistonning eng legendarniy avtomobilidan biri Malibu 2 katta obzori. Mashinani ko'rdingiz, Malibu 2ni bilgan biladi. Undan ham tashqari do'stlar, yana O'zbekistonni katta bo'lgan mashinasi ikkita Gentra katta obzori. Yaxşılıkını bilere bakın, kanı balları bilen uçaman asman. Hiç kimni derdini işlesim yok, hazı gerek bana. Fakat neçe dallardan seni yaratkan unutmadın. İmalı insan bol berede ahırın köp gepni. Gepleşemizmiş şimdi, çötüremer geçer odamın pul köp. Bundan tashqari nima avtomobil deysizmi? Bu haqiqiy legenda. O'zbekistondagi hamma minadigan avtomobil. Ikkita Cobalt avtomobili. Katta obzor. Ben saçtım hemmeye bağrımını, gerekinde verdim canımını. Ornunu aldım köp köp hıyanetini, köçesinde men xarıdı. Hazı planla özgeriyen, belki corala söz beriyen. Nişanımman yetkim ağzı, insan üçün vermez bağrını. Vermez bağrını, vermez bağrını. İnsan üçün. Voydod. Undan ham tashqari do'stlar, bizlarni xalqimizni ko'nglidan joy olgan mashinalardan yana ikkitasi bor. Nima deysizmi? Bu ikkita Spark katta obzori. Yaxşılıkını bilere bakın, kanı balları bilen uçaman. Jigarlar mashinalarni ko'rdingiz. Eng zo'rlaridan qo'yib berganmiz. Malibu 2, Gentra ikkita Cobalt, ikkita Spark, 7 ta avtomobil. Bilet narxi juda ham arzon va hamyonbop. Bu siz uchun, O'zbekiston uchun bilet narxi 70 ming so'm. Moskva uchun 550 rubl, Qozog'iston uchun esa 3000 tangadan. Do'stlar, ekrandagi nomerga salon deb yozsangizlar, Telegramdan salon deb yozsangizlar, kartalari beriladi. Chek ism, familiya, nomer qoldirasiz pul o'tkazmasini amalga oshirib. Xullas, gazni bosinglar do'stlar. Qaranglar, 16-turimiz boshlandi-ku. Sizlarga 3 ta bilet xarid qilsangiz bitta sovg'a, 5 taga 2 ta, 10 taga 5 ta sovg'a sizlarga beraman. 10 taga 5 ta sovg'a mendan do'stlar. Bilet juda ham arzon va hamyonbop mashinalarni zo'rini qo'yib berganmiz. Ekrandagi nomerlarga adminga salom deb yozinglar, tezroq hamma omadini bersin. Keyin kommentariyada do'stlar, zo'r so'zini, omad so'zini eng ko'p yozgan 5 ta obunachimizga 5 ta bilet tekin men o'zim berib boraman. Xullas, gazni bosing, Allohga tavakkal qiling. Shunda erishasiz. Bosinglar gazni.